Har kuni bir xil ishni bajarib, zerikib, charchadingizmi? Bu ishlari ro'zg'ordan ortolmay, o'zingizga kerakli vaqt ajrata olmayapsizmi? Yilda umuman dam olishsiz ishlab, emotsional charchadingizmi? Ayyorligingizni unutib, o'zingizni topolmayapsizmi? Bunaqa videolarni faqat telefonda ko'rmasdan, o'zingiz ana shu joylarda borib sayohat qilishni xohlarmisiz? 12-maydan 20-maygacha Balining eng qoq yuragi mo'jizaviy Nusa Dua orolida atigi 8 nafar ayol bilan 8 kunga eksklyuziv shaxsan men bilan sayohat. Bu 8 kun ichida ayollik energiyangizni qaytadan kashf qilasiz. Tabiat bilan uyg'unlik, meditatsiyalar, o'zingiz bilan suhbat, yangi do'stlik, Balining eng mashhur lokatsiyalarida unutilmas xotira va tajribalarga ega bo'lasiz. Safardan o'zingizni anglab, yangi energiya bilan qaytasiz va eng asosiysi o'zingizni chinakam sevib, qadrlashni tajriba qilasiz. Bu oddiy sayohat emas, bu o'zingni angla mavzusi ostidagi o'zingizni his qiladigan, qalbingizni eshitadigan, ayolligingizni his qiladigan va hayotingizga yangi ma'no olib kiruvchi ichki uyg'onish safaridir. Agar sizga sayohat qiziq bo'lgan bo'lsa va men bilan sayohat qilishga tayyor bo'lsangiz, izohlarda Bali so'zini yozib qoldiring, sizga to'liq ma'lumot yuboramiz. Joylar soni va vaqt chegaralangan.